Assalomu alaykum qadrli baliq ov ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Do'stlar, mana ancha vaqt o'tdi, biz yana baliq oviga harakat qilyapmiz. Bugun biz baliq ovi sirlari turkumida sizlarga likvidlar to'g'risida mavzuni olib borib, qanday qilib buni tayyorlashni sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, men har safar melassani ishlataman. Bu safar esa mana bo'shab qolgan. Mana shuni o'rniga men bugun likvid Angliyada va chet elda keng ommaviylashgan likvid Robin Redni sizlarga tayyorlab ko'rsataman. Nimaga imенно men bu likvidni tayyorlashga harakat qilyapman? Chunki qish paytida mana shu likvid, imенно mana shu likvid zo'r ishlaydi. Qo'raylarga qo'shib aralashtirib baliq oviga borsalaring, o'zlaring buni natijalarini ko'rasizlar. Natijalari ham zo'r bo'ladi. Do'stlar, tinglab tomosha qilinglar. Endi qo'raylarni tayyorlashga o'tamiz. Bizga qo'raylarni tayyorlashda qanaqa ingrediyentlar kerak bo'ladi? Do'stlar, bu o'zimizning dehqon bozorlarida sotiladigan oddiy mahsulotlar, mana ko'rganlaringdek quyidagilardan iborat. Mana bu likvidni tayyorlashga bizga oddiy shakar, bir chini, yarim chini suv, birga 2 qo'shamiz. Agar yarim litr suvga 1 litr shakar qo'shamiz, 1 kilo shakar qo'shamiz. Endi bir chini shakarga yarimta chinida suv bo'ladi. 2 qoshiq mana bizda achchiq qalampir, bulg'or qalampiri, mana bulg'or qalampiri shirin bu. Keyin mana chesnogimiz bor. Mana bunday chesnok. Bundan ham 2 qoshiqdan. Bizga xudo xolasa mana shu limonli kislota bo'ladi. Buni men sizlarga shu likvidni tayyorlash jarayonida qanaqa qilib ishlatishni ko'rsataman. Birinchi nimadan boshlaymiz? Mana oddiy nimani olamiz, kastrulkamizni, hajmi mana shu 2 litrlik. Mana shu qo'yib turib gazni yoqamiz. Gazni yoqib turib mana shu nimamizni yarim litr suvni bunga quyib olamiz. Quygandan keyin sirazi shundan keyin mana shu shakarni shunday ichiga qo'shib yoramiz. Shakarni qo'shib turib biz bu shakarni aralashtiramiz. Kimda 6 minutda, kimda 5 minutda bu qaynaydi. Qaynagungadir aralashtirib shuni bitta holatga keltirib yoramiz. Shu eritib olamizda, xullas bilan bitta qaynagandan keyin qolgan jarayonni men sizlarga ko'rsataman. Mana qadrli do'stlar, endi nimamiz mana shakar qaynab yordi. Bir qator mana men aralashtirib turdim. Endi mana shu qaynab turgan holatiga biz hozir limonli kislotani qo'shib yoramiz. Mana limonli kislotani mana oldim. Mana shu limonli kislota bo'ladi. Mana shundan 1 qoshiq. 1 qoshiq qo'shib yoramiz. Mana 1 qoshiq to'la usti bilan mana shunday bo'ladi mana. Mana shu limonli kislotani mana qo'shdik. Hozir mana bu reaksiyaga kirishadi. Mana ko'rdilaring, shillab reaksiyaga kirishadi. Endi mana shu holatda 20 minut biz past olovda buni hali nimani xolodesda pishirgandek sekingina past olovda pasaytirib yoki pastki holatda yonadigan gazlaringga siljitib qo'yasizlar. Men endi bu holatda hozir pasaytirib qo'yaman. Mana pasaytirib qo'ydim. Sekin 20 minut mana shu holatda hozir qaynab tayyor bo'ladi. Keyin qolgan ingrediyentlarni qo'shishni sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, bizning qiyomimiz hozir qaynayapti. Sekin qopqoq bilan ham aralashtirib turib, qopqoq o'ziniki bas. Sekin mana shu qopqoq bilan yopib qo'yasiz. Ora-orada aralashtirib turaveramiz. Endi o'sha 20 minut o'tgandan keyin past olovda hozir qaynayapti. Qolgan komponentlarni qo'shamiz. Mana shu joyda yana aralashtirib qo'yamiz. Mana do'stlar, jarayon zo'r ketyapti. Do'stlar, o'tgan safargi videolarga like bo'lib bosib obuna bo'lganlarga kattadan katta rahmat.
O'ylaymanki, bugungi hozirgi qilayotgan videomiz ham, baliq oviga tayyorgarligimiz ham sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Do'stlaring bilan bo'lishinglar, bizni kanallarga obuna bo'linglar. Mana shu joyda bitta like bosib, obuna bo'lsalaring, bizni keyingi mavzularni yaratishga juda katta stimul beradi. Keyingi videolar tayyorlaganimda ham ishtiyoq bilan tayyorlab sizlarga ko'rsatib beraman. Qadrli do'stlar, mana nimamiz tayyor bo'ldi. Qiyom tayyor bo'ldi. Endi bunga yana nima qo'shamiz? Hozir endi qo'shadigan mahsulotlarimizdan tashqari mana bizda chaynik soda bor. Chaynik sodani mana nimaga solib qo'yganman, idishga. Mana ichiniga jichagina suv tayyorlab olganman. To'g'ri suvga bir qoshiq shu chaynik sodadan solamiz mana. Aralashtirib olamiz. Men o'zini ham tashashim mumkin edi, lekin juda reaksiyaga kirishib, reaksiyaga bu soda bilan shu limonli kislota kirishib juda effekti nima bo'lib qoladi hali. Qaynab ketish ehtimoli bor, hali ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Sekin shoshilmasdan buni qo'shamiz. Bu jarayonni hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana ko'ringlar. Hozir biz mana shuni sekin qo'shib olamiz. Mana sekin, mana hozir ko'ryapsizlar. Qo'shib turib, qoshiqda olib, qoshiqni sekin aralashtiramiz qoshiqda mana. Mana ko'ryapsizlar, mana qaynashni boshlayapti. Darrovda agar sodani o'zini sovursa ko'tarilib ketadi, kuyib qolishlari mumkin. Ehtiyot bo'lib, jicha-jichadan mana qo'shamiz. Bunday qilib mana oxiri bo'lsa, oxirini ham bunday qilib qo'shib olamiz. Mana ko'rlaring. Mana chiroyli qilib buni yaxshilab qo'shib olamiz. Bo'ldi. Endi buni aralashtirib turib, qolganini nima qilib mana aralashtirib, mana ko'ryapsizlar, mana ko'tarilyapti. Aralashtirib gazni tayini o'chiramiz. Do'stlar, endi mana ko'ryapsizlar, hozir mana shu siropimiz, qiyomimiz ko'piylashdi. Endi mana shu ko'piy hozir yo'qolib, sekingina soviydi. 60 gradusga borib tiniqlashganda men qolgan nimalarni qo'shishni sizlarga ko'rsataman. Bizning likvidimiz ham tayyor bo'ldi. Endi qolgan ingrediyentlarni hozir qo'shamiz, sizlarga ko'rsatamiz. Endi bu analogoviy o'sha Robin Redga bir приближенный qilib buni qilyapman. Ular o'zini hali komponentlarini sir tutadi, lekin asosiy mana shu narsalar qo'shiladi, do'stlar. O'shaning uchun dunyo brendlaridan jicha o'laroq olib qochamiz. Mana shu o'zimizni местный nimalardan, ingrediyentlardan foydalanamiz. Endi mana shu nimalarni mana tashlaymiz. Mana bir nima qilib qo'ygan. Bu qalampir, mana achchiq qalampir. Buni tashlaymiz. Bulg'or qalampiri, shirin, mana spetsiy ziravorlardan tayyorlangan o'zi prikormkalar ham bo'ladi. Endi mana shu nimaga, ob'yomga men 2 qoshiqdan qalampir, achchiq qalampir, bolgar qo'shdim. Lekin buni 5 qoshiqqa qadar qo'shsa bo'laveradi, lekin bugungi holatda men sizlarga 2 qoshiqdan qo'shib mana tayyorlashni ko'rsatyapman. Chunki likvid slishkim mana qo'yiq bo'ladi, mana o'zlaring ko'ryapsizlar, bunday aralashtirib olamiz. Keyin buni aralashtirib, bu kamoglar qolish kerak emas. Bunday qilib chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Buni keyin maxsus bironta idishchaga qo'yib, xolodilnikka sovutib turib, birinchi sovutib olib turib qo'yamiz mana. Bunday kamoglar bo'lmasligi uchun aralashtirib olamiz. Aralashtirib mana zo'r qilib buni sekin nimamizni aralashtirib olamiz mana. Nimalarni bunday sekin mashlarni ishqalab. Xullas kalom, hali nimani tayyorlayotganlaringda, kashalar tayyorlayotganlaringda, manni kashalarda hali nimalar bo'lib qoladi, tugunchalar paydo bo'lib qoladi. Shu tugunchalarni bunday qilib qoshida nima qilib o'rgandek, mana shunday qilib nima qilib olamiz. Bu xolodilnikka maxsus idishga qo'yib joylashtirgandan keyin o'ziga olib juda zo'r bo'ladi. Endi do'stlar, bu likvidlarni qanaqa qilish mumkin?
fiderli prikormkalarga 100 gram 1 kilo xo'rakka 100 gram bu likviddan qo'shiladi. Agar prujinaga ishlatiladigan bo'lsa 200 gram bo'ladi 1 kilosiga. Endi haligi nimani nonlar qilasizlar, haligi prujinalarga shundan jicha ko'proq qilib aralashtirib turib qilsa juda qattiq zo'r bo'ladi. Baliq shunday kelib haligini tatiganda biz qanaqa achchiq qalampir bo'lsa, qanaqa achchiq bo'ladi. Xuddi shuna baliq ham shuni sezib turib darruvda xo'rakka tashlashga harakat qiladi. Yana ham nima qilgan hali kakuvo. Xo'rakka o'zini tashlaydi-da. Mana holatda biz likvidni tayyorlab oldik. Endi maxsus idishga quyib olamiz. Mana likvidimizni quyib olamiz. Ne qilib? Che sovib bo'lsa qatib qoladi omalaga aytib qo'ying. Jicha 40 gradus 40 gradusda quyib oxiriga yetkazib qo'yamiz. Ana. Qadrli do'stlar, mana qayomimiz tayyor bo'ldi. Biz maxsus idishga varonka yordamida joylashtirdik. Endi mana shu likvidimizni xolodilnikka joylashtirib qo'yamiz. Do'stlar, baliq oviga borganda mana shu likviddan foydalaninglar. Misol prikormkalarga, mana magazinlarda sotadigan prikormkalarga 1 kilosiga 100 gram. Agar prujinalarga ishlatadigan bo'lsalaring 150-200 gram holatiga qarab qo'shaverasizlar. Qo'shib turib, keyin prujina holatida ov qilishlaring mumkin donkaga. Do'stlar, bugungi bizni ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Sizlarga bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar, do'stlaring bilan bo'lishinglar. Keyingi baliq ovlarida ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.